Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 8-oyning 28-kuni chorshanba. Hozir ishdan kelib sizlarga ozroq gapiray deb bu yerda o'tirdim. Hali yerib ketdim, bugun charchab ketdim. Ammo bu ishni bugun qilishimiz sababi bor. Oxirida sizlarga bugun bizim vatandagi 8-oyning 28-kuni chorshanba bir yig'in ochildi Urumchida. Avtonom rayonlik partkomning organ yig'ini. Bu yig'inga avtonom rayonlik Xitoy muavin raisining birisi qatnashibdi. Undan keyin boshqa rahbarlar ham qatnashibdi. Men sizlarga oldin qatimqi programmada pat yaqinda bizim vatanda ham bir cho'ng ish bo'ldi ekan, bizga ziyonli cho'ng ish bo'ldi ekan degan bugun shuning xabari keldi. Haqiqatan biz uchun yaxshi xabar emas. U nima desanglar, bu yig'inda bunday narsalar o'tirib qo'yilibdi. Hozir endi Xitoylarniki Uyg'urlarga qaratgan shu qattiq yo'qotish siyosati 3-bosqichga kirdi debdi hozir. Ular unday demaydi endi. Uyg'urlarni o'zgartirish ishi 3-bosqichga kirdi debdi. Uniki 1-bosqichida Uyg'urlardagi jingyinglarga yoki sarkilarni akrib tarbiyalash kenlarniki o'zi belgilab olgan 1-bosqich. Uyg'urlarning ichidagi sarkilarni yig'ib, boshlarni ideyasini o'zgartirish bu tugabdi. 2-bosqichda yeza bozor aholisining emgak iqtidori borlarniki 20%ni qayta tarbiyalash ishini tamomladik debdi. Yeza bozor aholisining emgak qila oladigan odamlarniki 28%ni qayta tarbiyaga kirgizib tarbiyalab bo'ldik debdi. Endi 3-bosqich boshlandi ekan. Bundan keyin bu 3-bosqich nima desanglar, bu bosqichda Uyg'urlar ichidagi jazoni xo'rlar, qora jamiyat tusini olganlar, 200-michilar va har qaysi sohalarda huquq tutayotganlarga qaratildi debdi. Mana yana bir takrorlab qo'yay. Jazoni xo'rlarga pora yegan yo degandek. Qora jamiyat tusini olganlar, 200-michilar va har qaysi sohalarda huquq tutayotganlarga qaratildi debdi. Men sizlarga burun degandim. Uyg'urlar ichidagi 3 odamga yetakchilik qila oladigan iqtidori bor odamlarniki hammasini tozalaydiganligi to'g'ri men burun degandim. Hozirgi qilayotgan 3-bosqich shu ekan. O'qitganlarniki hammasiga o'tadi ekan bundan keyin. Shunga chet eldagi rahbar, kadr, ota-onalar bor, tuqqanlar bor, qarindoshlar biroz agak bo'lsanlar bo'ldi ekan. Biz chet elda turib qo'yishni qilolmaymiz. Men ayni vaqtda mushkapni o'nlagan vaqtimda mushtaq planning borligini yuqori darajaga o'nlagan vaqtimda shunday yurgim so'yib ketgan, qon bo'lib ketgan. Hozir endi mush ahvol kelibdi. Bundan keyin shu ishlar boshlandi ekan. Yana bir qaror birga e'lon qilingan. 9-oyning 1-kundan 10-oyning 15-kunigacha jami 45 kun yanda qattiq zarba berish boshlandi ekan. Bu gapniki ma'nosini toza tushunib olmadim. Menga bu shuni yetkazganlarni toza tushunmayapti buni. Yanda deganning ma'nosini. Burunqisi yanda emasmi degan savol bor bu yerda. Hozir qadar Xitoylarning qilib kelgani yanda emasmi, qattiq zarba berish emasmi? Endi bu qatimqi qattiq zarba berish degani qanaqa narsa degan savol tug'iladi bu yerda. Ishqilib 9-oyning 1-kundan boshlab 45 kun xizmatdagilarga yana kunlar bor ekan. Bugungi yig'inda davlat ishi sirtidagi vaziyat ustida hali obdan to'xtalibdi. Hong Kong va davlat sirtidagilarning Jungoni parchamoqchi bo'layotganligi bekroq tilga ilinibdi.
Andiken Şinjan ichida debdi. Şinjan ichida tor kontrolligini haslab oshirish, tor tezligini kontrol qilish, sirtkilarni uchur bilan ta'minlamaslik, uchurlarning sirtqa chiqib ketishini qattiq kontrol qilish ta'kidlanibdi. Alayda ta'kidlabdi bu ishlarni. 9 ayning 1 kundan boshlab mana shu 45 kun ichida kadrlarning dam olishiga qat yo'l qo'ymay ekan. Hech qanday vaqtda dam olishiga bo'lmay ekan. Agar og'rib qilib ishga kelolmaydigan ahvol bo'lib qolsa, cho'qim o'zidan 2 darajalik yuqori darajalik rahbarlardan ruxsat olish kerak ekan. Ashta ruxsat olgandan keyin dam olar ekan og'rib qolgan vaqtida. Bo'lmasa mumkin emas ekan. Mana shu 45 kun ichida har qanday shakldagi nazirchiroq, to'y-to'kun, yig'ilish, savodashlar o'tirishi, xizmatdoshlar yig'ilishi qatorliqlarga berishga qat'iy bo'lmaydi debdi. İdare cemiyet, idare kadrlarında bu işlerden butunlay cheklaydi ekan. Anandan keyin bugungi yig'inga qatnashgan Abdumur rayonidagi muavin raisi, Xitoy muavin raisi va boshqalar shu so'zlaganlarniki talaffuzi intayin qattiq, intayin jiddiy va intayin rahimsiz va vahshiy bo'ldi deydi. Uyg'urlarni yeb, chaynab, tugitadigan bir xil talaffuzda so'zladi. Ular bunda debdi yana agar qilamiz desak, Uyg'ur boshliq kadrlarning bolalarini chet elda bizga qarshi ish qilayotgan Uyg'urlarni har qanday vaqtda qaytirib eklaymiz. Bizning hozir shunday kuchimiz bor debdi. Yig'inda shunday qattiq propoz qildi shu yig'inga qatnashganlarga. Hozir vatandagi Uyg'urlarning bolalari yoki chet elda aktiv ish qilayotgan har qanday Uyg'urni qaytirib eklaymiz desak, shular turayotgan davlatga deb biz qaytib eklaymiz deb ashta havsabdi bu yig'inda. Bunda ashta burimi bo'lgan. Bular hozir mushni chet eldagilarni cheklashnikka bir xil usul qilib qo'llanayotdi bu ishni. Bu qatimida mush gap bo'libdi. Andan keyin jazo lagerlaridan yenib chiqqanlarning soni intayin oz. Men o'tganda degandim buni. Andan keyin ularni maqsadli qo'yib turibdi. O'zi uchun xizmat qildirish, tashqatda foydalanish uchun. Andan keyin bu lagerdan chiqqanlarniki o'zaro kurishishi qattiq cheklanadi ekan, qattiq kurish turmaydi ekan. Masalan, o'lim yetim bo'lib qolgan yerlarga bilib borolmay ekan bular. Ularni qattiq bir-birisi kurish turmaydigan narsalar qo'yibdi hozir. Mushular bugungi yig'in haqidagi va undan boshqa ba'zi uchurlar yangidan kelgan. Undan boshqa hammalar ko'rdinglar, bu nimeniki Urumchi shaharlik soqchi idorasiniki muavin boshlig'i Qodir Mamatni qo'lga olibdi. Qodir Mamat Uyg'urlar ichidan chiqqan eng cho'ng jallodlarning birisi ekan. Xitoyga bek sodiq, talaffuzini yirtqich hayvonga o'xshaydigan, hozirgacha Uyg'urlarni bostirish jihatda intayin jiqtib yaratgan bir odam ekan. Buni qo'lga olibdi. Bu Nurbeklidan keyin Xitoyga eng sodiq o'zining borlig'ini atab ashta xayli qilgan kishilardan ikkinchi birisi jazo berilishi bu uchurni yaqin taqaldi islam qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi abayatan dedim men bilgan bu ishni qilayotmasam bo'lmaydi deb. Men mana bir qancha kun ichida safarga chiqmoqchi. Janubiy To'taratga boraman. Nimaga? Shvetsiya, Turkiya, Belgiya, Norvegiya qator To'taratga boraman. 10 qatimda leksiya so'zlayman bu jarayonda. Uyg'urcha, inglizcha, anadagi o'zimniki kasbiy to'g'riliq men bizning idoraga o'zimniki bir leksiyasini yo'llab tasdiqlab oldim. Shuni so'zlayman olam filosofi haqida. Ondan keyin Uyg'urlar masalasi to'g'riliqmi, Uyg'urcha, inglizcha so'zlayman. Men bilan kurashni istavotgan qarindoshlar hali ko'p. Agar men leksiya so'zlaydigan holatlarga agar kelsanlar, kelsanlar shu kurish vaqt bo'ladi. Men ustalar bilan kurashdan xush bo'lman. Bugun kashda shu men so'zlaydigan leksiyalarniki e'lonlari bor, kurslari. O'zimning quliga tekkanlarini hammasini bugun kashda men Facebookga chiqarib qo'yaman. Shu yerdan tepib ko'rsanlar bo'ladi. Boshqa bu boshqa 9-oyniki oxirgichilik mana o'sha video ishlay qilishi mumkin. Safar ustida qolganligim uchun. Safar jarayonida agar imkoniyat yer bersa, yig'inlarga suhbatlashishga kirishaman.
agar so'zlayolmay qolsam, video chiqarolmay qolsam, nima ish bo'lganini deb ansirab qolmanglar. Shu safarga bormoqchi. Safarni idoramdan ta'til qilib oldim. 15 kunlik vaqtni. Amaliyotda mana hech qanday ta'til bo'lmaydi. O'tgan yil bu yil safarlarga ko'p chiqdim. Shu safarlar jarayonida odatda xizmat qilgandim, biroq charchayman. O'xshamagan temada aqlli so'zlar unisiga to'xtamay u yerlarga borgan bo'lganim uchun. Lekin o'tganda men shu Yaponiya, Avstraliyadagi qarindoshlarim dedim, bunday safarlar men uchun xuddi bir vatanga borgandek bo'lyotdi hozir qadar. Har qatim bir safarga chiqsam 5 yildek yashirib kelyapman. Kelib bo'lgandan keyin 5 yil qiyirib joyimga berib qolman. Ashta bo'lsa-mu safarning o'zida noiti bir xil bütün qarindoshlarla birlikda bir hayajon, bir xil bayram tuyg'usi, ashtaq bir narsaning ichiga kirib, xuddi bir o'zimniki millatning orasiga borgandek noiti o'zimni yosh jangvar hisoblab ketaman. Burungi meni shuni kutib olgan qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin kutmoqchi bo'lgan qarindoshlarimga ko'p rahmat. Sizlarni xilar turman. Amon bo'lsak borgan ko'rishimiz. Maqlamsa bugungi program ushlik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishkichlik amon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.